Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-avgust, yakshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biratimda mana shu mahsulotlaridan ekanda. Faqat like taslatamiz. Like'ni tarslatorsin-a oldindan. Telefon nomeringizni avvaldan aytib qo'yaylik. 90lik 90lik 851 851 60 22 60 22. Shunga aloqaga chiqasizlar. Hozir narxi bilan tanishtiramiz. Bular nech pul bular? Birinchi pachka narxini aytaverasiz, keyin dona narxini aytamiz. Pachka narxi 75 ming so'm ekan, tepa pastlik. Mana shu birinchidan boshlanadi qayergacha? bular 55 mingga. Mana bu joygacha. Bular 55 ming bular. Xo'p. Bular 75 ming so'mdan tepa pastlik. Ha. Ko'p oladiganlarga-da. Donaga bo'ladigan bo'lsa nech pul? Donaga 85 ming. Donaga 85 ming so'm ekan. Buni materiali nima buni? Material xabar. Material xabi razmeri qanaqa bo'lyapti? 52 gacha. Nechidan? Standart 52 tushiribdi. 50 ga kecha tushirar ekan 48 dan. Xo'p, bularning narxi 55 ming. bular 55 ming so'm, shu pachka narxiga. Rasvetkalari bor ekan. Donaga nech pul bu? Donaga 60 ming. Donaga 60 ming so'm ekan. Bunisi-chi? Shtambil bu 50 ming qilib beramiz. Ya'ni cho'ntaklar bor mana. Shtampil aka mana 50 ming so'm qilib berishar ekan. Razmeri 60 gacha razmer ekan. Bu shu rasvetkalar bor. ko'ylakda o'zi. Ko'ylakda o'zi rasvetkalar bor, ya'ni cho'ntaklari ham bor. Yaxshi. 55 ming bular ham. Bular ham 55 ming so'm ekan. Doin shtampilar bular. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, ha? Bular 45 ming bular. Xo'p, bular 45 ming so'mmi? Pachka narxi aytilyapti. Donaga nech pul bu? Donaga qo'shib ketiladi, 60 ming bular. Donaga 60 ming so'm ekan. Mana 55 ming lozim bor bularda. Mana bular 55 ming so'm ekan, lozimi bilan pachka narxiga. Endi dona olmoqchi bo'lsalaring 60 ming bo'ladi. 60 ming so'm ekan. Razmerlari kirsa yuzga kirmay turganda. Rasa hozir yetirgan bor. xo'p. Razmeri qanaqa buni? Razmeri 58 gacha. 58 gacha, 54 dan 58 gacha razmer, Cupra shtampil bular. Material yuzga kirmay turgan, tugamay turgan degani shu. Zo'r. Ular xib, mana hozir trendda ketayotgan xiblar. Ha, trenddagi xib. O'zbeklar ham olyapti hozir. 60 gacha razmer, 60 gacha razmer xib materiali. 40 ming so'm. 40 ming so'm pachka narxiga. Dona narxiga 40 mingdan ko'p beradigan bo'lsa, undan ham tushirib beradi. agar bozorda shu 40 mingdan arzonroq qilib berayotgan bo'lsa, yana tushirib berar ekan. Hozir nima sindiramiz? Bozorda pachag'ini chiqarib yuborar ekan bozorda. Sindiriladi. Yahvormasangiz bo'ldi bozorda. 70 mingdan lozimim bor bularning, xibi bular. Mana, bular 70 ming so'mdan ekan. Uzun hali. Uzun. O'tirganlar ketirgan ekan. Shu. Lozimlari bor, yonida cho'ntaklari bor. Lozimlari bor. Lozim yo'q Zo'r. Cho'ntaklari bor yonida. Pachka narxi bu. Dona narxiga nech pul? 75 ming, ha? Dona narxiga 75 ming so'm ekan. Pachkaga 70 ming so'm ekan. Buni-chi? Yangiliklarga 65 ming. Bular 65 ming so'm ekan. Standart elektrgacha tushirgan. Donaga qancha? Donaga 75 ming, ha? Donaga 75 ming so'm ekan. Material Dagestonga yangi chiqqandi. Ha, endi nomeringizni aytib yuboring. Nomer 90lik 90lik 851 851 60 22. 60 22 ga aloqaga chiqaverasizlar. Keyin kechasi, yarim kechasi boshlangan bozor yukimiz o'zimizda qoldi. Hali ortiqcha telefon qilmanglar. Oluvchi odamlar telefon qilsin. Hop. Ha, hali 4 ta bo'lsa, 5 ta bo'lsa chiqarib beriladi, 5 ta. dastavka ham bor ekan. 5 ta olsalang, o'sha dastavka bor ekan. Videoga like bosib, izohlarda kommentariyalar yozib, 5 tadan boshlanadi, dastavka xizmati ham yig'ib ham beraveradi. boshqalardan yuk olib ham yig'ib berishar ekan. Chiqarib beradi. Shu. Telefon qilaverasizlar. Yaxshi. Xullas Boslar. shunaqa. Gazim.